Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Demak, tomosha qilayotganingiz Mening yurtim telekanali hamda New Talents xalqaro tashkiloti tomonidan o'tkazilayotgan Gold Talents televizion loyihasi davom etmoqda. 13-15 yosh oralig'i bo'yicha Raimqulova Shahrizoda, Abdumavlon va Robiyaxon, Tamanno, Muxtorjon, Murtazoyev musiqasi. Marhamat. Rahmat. Asal qizlarim, mana hozir qarab turib xursand bo'lib ketdim. Demak, Komilaxon, kelajagimiz bor. Ilohim ko'z tegmasin, kelajakda yaxshi Xudo xohlasa maqom qo'shiqchisi bo'lasizlar. Faqat bunga o'zingizlar va sizlarning ustozingizlar, men o'ylaymanki, juda ham bir katta xizmatda qilishinglar kerak. Yo'linglar ravon bo'lsin qizlarim. Ustozlarni ilohim nima deydi, charchashmasin, sizlarga yaxshi mana shunaqa qo'shiqlarni topib bersin. Faqat bitta narsa bolajonim, shu fursatdan foydalanib ayting. Alloh bergan ovoz bor ekan sizlarda. Faqat bir xil joylarida sal o'zingizlar ham bilyapsizlarmi, soxtaroq qilyapsizlar. O'shani qilmanglar bolajonlarim. O'zingizlarni ovozingizlar shirin, o'zingizlarga o'xshagan. Shuni o'zini ixtiyoriga qo'yib beringlar. Soxta qilib chiqarmanglar, xo'pmi jonim? Omad. Baland parvoz qilinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat, o'zingizni joyingizni egallab olishingiz mumkin. Hurmatli hakamlar hay'ati a'zolari, bu yerda endi Komila Aminovalar, Matluba Dadaboyevalar, endi bir qator Gulbahor Erqulovalar va boshqa san'atkorlar qatori bo'lajak endi professionallar chiqadimi? Nima deb o'ylaysiz? Hozir siz gapingizni aytmoqchi edimman. Chiqadi Xudo xolasa. Umidimiz katta bulardan. Albatta, biz juda katta umidlar bilan o'tiribmiz. Xudo xolasa chiqadi. Hammasidan umidvormiz. Yaxshi, demak yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchilarni taklif etishimiz mumkin. 13-15 yosh oralig'i bo'yicha Sulton Murod va Shahriniso, Mushkuldir Abduhoshim Ismoilov musiqasi, Bobur g'azali. Menimcha O'zbekiston xalq artisti Zamira Suyunova bu qo'shiqni maromiga yetkazib ijro qilganlar. Ko'ramiz endi. Bahoni siz berasiz. Marhamat.
katta ashulaga qo'l urish haqiqatdan ham mas'uliyatli. Aytganingizdek, eng katta, eng professional va ustozlarning qo'shiqlarini aytish bu hazilakam ish emas. Bugungi yoshlar qanchalik uddalay olyapti endi? Bahoyingiz? Har bir kasb, hunarni yoshlikdan o'rganib, singisa, yillar oshib, u mukammallashib boradi. Bu yoshlarimiz ham xudo xohlasa shunaqa. O'rganishda dangasalik qilishmasa, g'ayrat, shijoat bilan bu san'atni o'rganishsa, kelajaklari yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Va bu o'rganishda bu chiqayotgan hammalarga, nafaqat Shahrinsoga, hammalarga g'ayrat, shijoat o'rganishda yanada barkamollik tilaymiz. Haqiqiy ustozni etagini ushlash kerak. Albatta, o'sha o'qiyotgan musiqa maktablaridagi ustozlarni va ijroni ham o'zlarini ovozlariga, ovoz imkoniyatlariga qarab turib, asar tanlab, sekin-sekin mukammallikka erishilsa yaxshi bo'ladi. Kelajakdagi o'qishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon, omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Marhamat. Rahmat. Shahrinso, hozirgi ijro etgan qo'shig'ingizdan o'zingizni ham ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi. Aha, hakamlarga bu yoqdimi? Nima deb o'ylaysiz? Ularning fikri qanaqa bo'ldi? Yoqqan bo'lsa kerak. Yaxshi deyishdi. Yana ko'proq shug'ullanishingiz kerak deyishdi. Aha, yana ham ko'proq shug'ullaning. Endi bundan ham keyingi tanlovlarda yaxshi o'rinlar olishingizni tilakdosh bo'lib qolamiz. Sog' bo'ling, ijodingizga omad tilaymiz. Rahmat. Ibodullayev Tolibjon, Naylayin. Marhamat. Qarsak har doim ham bo'lmaydi. Ko'rdingizmi, qarsak bo'ldi. Bejizga emas. O'zingizni ko'nglingiz to'ldimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi bo'ldi deb o'ylayapsiz. Marhamat. Ana endi professionallardan eshitamiz. Yaxshi. Bolajonim, juda ham chiroyli asar tanlagansiz.
ustozlarning ruhlari shod bo'lsin. Shunaqa chiroyli asarlarni tashlab ketganlar. Oltin meros haqiqiy. Yuragingiz bor, ashulada his-tuyg'ularingiz yaxshi, faqat hayajon juda ham kuchli. Biz sezib turdik-da. Lekin yaxshi bolam. Hozir ovozingiz mutatsiya deydimi Abduqahhor? O'sha, o'tish davrida ehtiyot bo'ling, ovozingizni sal pastroq pardalardan etib. Boshlanibdi. Bolajonim, omad tilaymiz, sog' salomat bo'ling. Faqat oldinga sizdan bitta iltimosimiz bor, hammamiz mana ustozlar ko'proq o'sha Jo'raxon dodalarni, Ma'murjon Uzoqovlarni, Orifxon dodalarni, hammalarini, Fattoxon Mamadaliyevlarni eshitib, mazza qilib ulardan qanaqadir bir chiroyli dardlarni ashula aytayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligini o'qib oling. Xo'pmi bolajonim? Omadingiz bersin iloyim. Sog' bo'ling. Ustozlar aytgandek omad tilaymiz. Haqiqatdan ham qo'shiqqa ruh berish uchun, xarakter berish uchun va unga boshqacha joziba berish uchun insondan katta ustozlarni eshitish alohida ahamiyat kasb etadi. Undan tashqari qobiliyatni ko'rsatish, so'zlarga alohida e'tibor berish va eng muhimi o'zi tushunib yetib, so'ng tushuntirish bu alohida ahamiyat kasb etadigan jihatlardan biri. Bu jihatlarga e'tibor berishadi ishtirokchilar deb o'ylaymiz. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz Alijonov Husanjon. Turob to'la g'azali ohista. Marhamat. Ko'ngil mulkiga kirding dalrabo, ohista ohista. Ko'ngil mulkiga kirding dalrabo, ohista ohista. Uning dildori bo'lding bebaho, ohista ohista. Uning dildori bo'lding bebaho, ohista ohista. Banogoh beijozat ketding-u, hayratda qoldirding. Olib domig'a bir ohang rabo, ohista ohista. Olib domig'a bir ohang rabo, ohista ohista. Dilim bog'iga o'tkazgan bu ezgu dardni hovlingdin. Dilim bog'iga o'tkazgan bu ezgu dardni hovlingdin. Vafo undi, vafo undi, vafo ohista ohista. Shirin damlar ato qilding hayolim koinotiga. O'zing kelindi janon marhabo, ohista ohista. Ko'zidan nur
Rahmat kattakon. Charchamadingizmi? Zo'rmi hammasi? Endi sozandalar bilan kelibdilar. Qanday ijro bo'ldi? Biz juda ham xursand bo'ldik sozandalar bilan ijro qilganiga. Lekin o'sha ashullarni tushunib, o'sha nimasi bilan aytyapti bu bolaga men juda katta rahmat aytaman. Rahmat aytaman Orifxon akani, Orifxon Xatamovning musiqalari juda chiroyli yozilgan asar, pardalarni tushunib, idrok bilan o'sha o'ylab turib aytyapti. Endi omad tilayman. Sog' bo'lgin bola. Omad, charchamang. Hakamlar hay'ati sizga qanday fikrlar bildirdi ijro qilganingizdan so'ng? Yaxshi. Men o'ylaganimdan ko'proq yaxshi gaplar gapirishdi. Va navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Ruzboyev Asilbek Ogahiy g'azali Suvora. Falakim yaxshilar bas, meni qadrimni baland etmas, nami yo'q kim yomonlar. Majmayda mustaman etmas. Bu hasratdan ay ko'zim ash ki yo'lim bir lahza band etmas. Man istagan o'z suhbatiga arjumand etmas. Man istaray kishining suhbatin ko'nglim pisand etmas. Fig'on kimda axridun ich va rafiqiya topmadim ogoh. Qayon borsam ay bu nurlar, yo'lbashlar hamdamu hamroh. Tinarlar bahramandin, man tinab topmam bir edin va nabaro topaman on. Linkimandan istagay bara, o'zi ham bahramand bo'lmas. Mani ham bahramand etmas. Ko'zi zari sahar necha kim moyil mamotimga. Labi shadidi rohib ulimdin ham najotimga. Budam vauslay imon ul xotini esos fotimga. Netay huri paribas min ki qatlim yo hayotimga. Ayonul zahr chashmaylar nihon bunush chiqa olmay ko'ngil hay ronduruz mishom furqat din. To'kar ashkini ko'z ham intizori subhi usladdin. Iloji bo'lmasa ul mohash Xurshiddan addina kerak emas o'ylakun. Shakli kim husni malohaddin. İçim ulçak çok etmez tanir.
çabuklar içre yok idi ulşa suarım ki birini kılmadım ben zor çeşmi aşka bağırım ki Gubar olsan etangar Kalmasa sabru kararım kime Kerek yus çabki qanav Tümeşi mecnun şiarım ki Buzuq ko'nglimdan o'zgan yerda javloni saman deyilmas Savodi zulfini ko'rgach yumar ogohi yuziga nozir ulg'ach ham tutar qo'l birlakun deb ko'z ko'ngil hayratda qolma yurma soniyani uchun deb ko'z ulay o'tlig'ay yuzin och sanavo yetigmasin deb ko'z Mahabbat to'xmadin o'zga bulut uzras pandek mas Rahmat kattakon chiroyli ijro uchun. Og'ir bo'lmadimi aytish? yo'q yo'q Rahmat. Ustozlar nima deysiz endi? Albatta har bir ijrochi o'zini sozi bilan ijro qilsa yana mukammal bo'ladi xolos. Kelajakdagi o'qishlariga omad tilaymiz. Bu o'zbek milliy musiqasini albatta haligi igna bilan quduq qazganday o'rganiladi-da. Bu o'rganishda sizga omad, g'ayrat, shijoat, ustozlarning etaklarini ushlab yanada maqom ashulalarini o'rganishda omad tilaymiz. rahmat ustoz Ovozingni ehtiyot qilgin bolajonim. Alloh yuqtirgan banda ekansan. Ilohim yo'ling ravon bo'lsin. Ustozlarning yo'lini bersin. Juda ham chiroyli ijro etding. Albatta bu asari hamma ham ijro eta olmaydi. Faqat bundan keyin baland parvoz qilgin. Orqaga ketmagin, xo'pmi? Sog' bo'ling. Ustozingga rahmat. Ustozingga rahmat. Faqat oldinga. Aytish mumkinki, Glerdan juda ko'p mashhur va o'zbek san'atini dong'ini doston qilayotgan san'atkorlar chiqqan va ularni izloshi bo'lishingga chindan xohlab qolardik. Omad, salomat bo'linglar. Marhamat. Asilbek, endi sahnadan chiqdingiz, hissiyotlaringiz qanaqa endi? hissiyotlar yaxshi zo'r Hayajon bo'ldimi? hayajon sal-pal bo'ldi Hakamlarning sizga bildirgan fikrlari qanaqa bo'ldi? fikrlari ijodingga omad Alloh bergan talenting bor ekan buni so'ndirma bolam deyishdi. Xo'p, rahmat dedim. Sog' bo'ling. Rahmat. Demak, bir-biridan chiroyli bo'lgan ijrolarni tinglashda va tomosha qilishda davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Ziyadinov Sayfiddin. Marhamat. Hayajonlar qanaqa sahnaga chiqishdan oldin? Ozgina hayajonlar bor. Qo'rquv yo'qmi? Yo'q. Sizni qo'llab-quvvatlab turgani kimlar keldi siz bilan? Ustozim, do'stim. Birinchi o'rinni olaman deb o'ylaysizmi? Nima deysiz? Menimcha shunaqa, lekin men o'z iste'dodimni ko'rsatish va o'zimga do'stlar orttirish uchun keldim. Sizni sahnaga kuzatib qolamiz. Rahmat. Omad tilaymiz. Hop. Hech kimga ma'lum emas holi parishon hech kimga ma'lum emas holi parishon
Voy 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 voy. Bu yurakni qayerdan olgansan bizga ham bergin bu yuraklardan ha. Qandoq go'zal. Qandoq go'zal a. Kel kel. Bunaqasi juda kamdan kam bo'ladi. Juda sokin. Sahnani his qilib turibdi va ijroni ham his qilib boshqacha. Matluba baba keling. Yurakda ayting buni, yuragini berganini ayting. Bu yurakda kichkinagina bolada shuncha yurak qayerdan oldi buni? Menimcha professorlar shunaqa bir yoshlarni qidirib yuribsiz, to'g'rimi Matluba opa? Ilohim omadingni bersin. Kelganimiz bejiz bo'lmabdi. Omadingni ber, ko'zlarimizga yosh keldi bilasanmi? Charchab o'tirdik. Birdan bizga telefon bo'lib qoldi. Yo, borolmaymiz. Komila, rahmat sizga mana shu yerga olib kelganingiz uchun, do'stim. Yuragimni uzib olding bolam. Umring uzoq bo'lsin ilohim, ko'z tegmasin. Sani bergan Allohga hamd sanoqlar bo'lsin. Ana shu ashulani Alijon Hasanov aytganda o'zlari yozgan ekanlar. Shunaqangi chiroyli aytding, o'sha Alijon Hasanovlarni, jamiki Tolibjon Badinovlarni, jamiki ulug' ustozlarimiz yo'llarini bersin senga. Ilohim, bolam, kamtarin bo'lgin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. O'zingga bino qo'ymagin. Faqat ustozlarni eshitdim, mana shunaqa darding ko'payib, mana bizga o'xshaganlarni yig'latib yuravergin. Ichimizdagi g'uborimiz chiqib ketdi. Onang o'rgilsin. Sog' bo'lgin. Matluba opa balki shogirdlikka olarsiz. Maza qildik. Balki, aynan. Olasizmi? Ustozga shogirdlikka tushasizmi? Kelasan, xudo xolasa. Omad tilaymiz. Mana telefon raqamlarini olib oling, manzillarni olib bog'laning, etaklarni mahkam tuting. Gold Talent televizion loyihasining maqsadi O'zbekistondagi yangi yulduzlarni kashf etish va ularning ijodini nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ko'rsatish va dunyoda o'zbek milliy musiqa san'atini dong'ini doston qilishdan iborat. Demak, aynan mana shunga o'xshagan iqtidorli yoshlar bu maqsadni bo'yi-bastini ko'rsatadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Omad ustozlarning yo'lini bersin va ustozlardan duo olib charchamang deymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni Mening yurtim telekanalida tomosha qilib turgan qadrli yurtdoshlar, loyihamiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.